Tog'a, Toshkentgami? Ha, Toshkentga. Mashina olganib ketyapmiz. Mana 2 pachka doldirimiz bor. To'xtachinni. Nega pulni ko'rsatasan? Shular qayerga? Jo'ram qamoqdan chiqqanda pul topishga harakat qilib yuribmiz-da biz ham. Öyle. Topuylarına shaharda ish ko'p-ku. Öldüremem cinni. İyi mi Tog'a? Xudoga shukr. Nima hidi chiqyapti? Metan gazi hidi chiqdi. Alo, ya. Zakiylik Toshkentga. 20 ming dollarmi? Dadam chap kissasiga xavotir olmang. O'ylarding hammaga ay dollaring borligini hamma bildi o'zi dollar ko'rmagan. Bir sutka otasizlarmi shunda? Ertalab ishimiz bor. Yaxshi yotib olinglar unda. Isming nima sani? Holland. Hovli deydimi? Dada, cho'ntagingizda 2 pachka dollar borligini aytmaymiz unda? Hozir nima qilding o'zi? Aytmayapsanmi o'zi? Bože, matushka. Nima qilyapti bu odam? Dadam uxlayaptilar. O'g'lasa shunaqa uxlaydimi? Uxlaganda ko'zini ochib yotadilar. Ha, bo'pti. Mana u paketni oling. Hamma musorlarni tozalab o'zingizlar bilan olib chiqib ketinglar. Haydi ber pulni. Akajon mana dollarda sanab olasiz, taqi-taq. Batikchalar taqib qo'shlarni kuydiramiz. Pochog'i bu? Voylar, Yo'q, nima bu? voylar. Pul qani qilsin? Bilmay musorga tashlamayman, Dadajon. Yolvoraman. Jannatim. Faryodim-siz, jannatim. Musulkaga yo'q. Faryodim mana, faryodim. Farishtam mana. Aka, bu musorka yopilgan. Nimaga? Bilmayman, musorkachi bola ertalab chiqib ketdi, xursand, xudo berdi, kobalat olaman deb.